Yaşasın! Biz! Elhamdülillah. Yana bitta çok zapt etildi. Kızıl Nura 3267 metre. Do'stlar, bu cho'qqini zabt etish oson bo'lmadi. Xo'sh. 20 bittalik cho'qqalardan menimcha 11-si bo'ldi bu. Manzarani bitta tomosha qilinglar. Uzoqda Qirg'izistonning qorli tog'lari. Dahshat. Manzara go'zal, havo go'zal. Qor bo'lsa kerak deb o'yladim bu yerda, afsuski qor uchratmadik. Lekin yenalarimizni ko'rib xullas noyoblar.